Assalomu alaykum. Men Ismoil Oqbo'lay, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali 2-bosqich talamasiman. Bugungi mavzuyimiz shaxsning qobiliyati, iqtidorining pedagogik, psixologik, tarkibiy tuzilmasi va o'ziga xos jihatlari. Rejalarimiz quyidagilardan iborat. Birinchisi, qobiliyat va iqtidor tushunchalarining ilmiy asoslari. Ikkinchi, qobiliyat va iqtidorning shakllanishida tashqi omillar. Uchinchi rejamiz, iqtidorni rivojlantirishning pedagogik va psixologik shartlari. Qobiliyat bu shaxsning ma'lum faoliyatni muvaffaqiyatli ajratish ta'minlaydigan individual psixologik xususiyatlar majmuasidir. Qobiliyat psixologik sifat bo'lib, tug'ma va orttirilgan xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Qobiliyat bilimdan farq qiladi. Bilim o'rganiladi, qobiliyat esa o'rganilgan bilimlarni qanchalik tez va samarali qo'llay olish qobiliyatidir. Qobiliyatlar 3 guruhga bo'linadi. Birinchi, umumiy qobiliyatlar: tafakkur, xotira, diqqat, nutq, idrok. Ikkinchi, maxsus qobiliyatlar: matematika, musiqa, sport, til, rasm chizish va boshqalar. Uchinchi, ijodiy qobiliyatlar: yangicha fikrlash, original g'oya yaratish, ijodiy yondashuv. Iqtidor yuqori intellektual salohiyat, mustaqil fikrlash, tez o'rganish va murakkab vazifalarni yecha olish qobiliyati. Iqtidor nafaqat tug'ma, balki muhim va to'g'ri tarbiya orqali rivojlanib boradi. Iqtidorli bola atrofdagilardan ijodkorlik, faollik, keng tafakkur bilan ajralib turadi. Psixologlarning ta'kidlashicha, iqtidor kamdan-kam uchraydi, ammo har bir bolada iqtidor kurtkalari bo'ladi. Ular to'g'ri sharoitda rivojlanadi. Qobiliyat va iqtidor faqatgina tug'ma imkoniyatlar bilan cheklanmaydi. Ularning rivojlanishi ko'p jihatdan tashqi muhit, ya'ni atrofdagi sharoitlar ta'sirida shakllanadi. Psixologiya va pedagogika ilmida tashqi omillar iqtidor rivojlanishining eng muhim shartlaridan biri sifatida qaraladi. Oila bolaning birinchi tarbiyachisi. Iqtidorning dastlabki belgisi ham oila ichida namoyon bo'ladi. Ilmiy nuqtai nazarda quvvatlovchi oila modeli iqtidorning 40-50 rivojlanishiga, bola iqtidorining eng faol rivojlanadigan joyi maktab. Differensial va individual yondashuv o'quvchining kuchli tomonlarini yuzaga chiqaradi. O'qituvchi iqtidorni ko'radigan va uni o'stiradigan asosiy shaxsdir. Vaziyatni to'g'ri baholash, yuzaga kelish ehtimoli bo'lgan har bir ziddiyatlarni o'z vaqtida bartaraf etish, o'quvchilarni bilim olishga qiziqtirish kabilar tashkil etadi. Shu bilan bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.